Assalomu alaykum, Agrazami YouTube kanali obunachilari, Pavloniy ishqibozlari. Bugungi sanamiz 26-aprel 2026-yilda turibmiz. Pavloniyaning 1 yillik ko'chatlarini xudo xolasa tugatganmiz. Hozir yana ko'pchilik so'rayapti. Ekkani, ko'paytirgani, mana shunaqa niholli kichkina tuvayda bu Pavloniya tomirdan ko'payadi. Ko'pchilik biladi, shoxidan ko'paymaydi. Biz shu tomirlarni terib, bunaqa katta-katta kuloylarga o'tkazib qo'yganmiz. Stakanlarni ham ko'ryapsiz. Begomizga ekilgan holatlari ham ko'chatlar xudo xolasa 15 ming 20 ming dona bor. Mana orqamizda, bu tarafda ham, orqa taraflarda ham bor. Sorti M1 sorti, shu sovuqqa -30 gradusgacha chidaydigan sorti. Qoraqalpoq hududida ham, Qozog'iston bormi, Qirg'iziston bormi, Tojikiston ko'proq oladiganlarga o'sha qo'shni respublikalarga ham xudo xolasa chiqarib berish imkoniyatimiz bor. Hozirgi joyimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Paxtakor qishlog'idan qilyapmiz. Yaqin atrofdan, vodiydan keladigan akalarimiz bo'lsa, kelib bemalol ertaga arzon narxlarda olib, buni ko'paytirib, kuzda ko'chat qilib sotadigan akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Agar o'zingiz yeringizga gektarlab 1 gektar, 5 gektarga plantatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa arzon paytida olib, bitta joyga ekib qo'yadigan bo'lsangiz, ertaga kuzda qayta ko'chirib o'tkazishingiz mumkin. Texnik stress bo'ladi baribir. Xo'p, ekish mavsumi hozir endi boshlanyapti. Sababi kechasi shu 13-15 gradusdan o'tgandan keyin ekiladi. Buni ertaroq chiqarib mart oyida eksa bo'ladimi deganga, ertaga 10 gradusdan pastga tushadigan bo'lsa, ko'cha stressga tushib, sovuq urish ehtimolligi bor. Shuning uchun buni 20-apreldan boshlanadi ekish mavsumi, dalaga o'tkazish mavsumi. Ungacha mana shunaqa tiplislarda turadi. Xudo xolasa tiplislarni ikki tarafini ochib, ochiq havoga moslashtirib qo'yganmiz. Ertaga yerga dalaga oladigan bo'lsangiz ham ko'karish 100%. Sortiga garantiya beramiz, ko'klashiga xudo xolasa 100% garantiya beramiz. Agar uzoq joylardan oladiganlar bo'lsa, shu yetib borgandan keyin zakatni tashlab beradigan bo'lsangiz, shu tirik qolganiga pul to'laysiz. Qanaqa kelar ekan, vohada akalarimiz o'ylanayotgan bo'lsa, yetib borgandan keyin to'lovni qilaverasiz. Xohlasangiz o'zingiz kelsangiz, mana shu yerda banan korobkalarga solib, chiroyli holatda jo'natib beramiz. Mana bir qatorda yurib ko'rsatsak ham, mana bu yo'llarda to'g'ri hamma ko'chatlar tayyor bo'lgan. Bu ichidan terib katta-kattasini. Tuvagimiz razmeriga ham e'tibor beringlar, katta tuvakka ekilgan. Bu taraflarda ham bor. Mana shu o'zida hozir 15 ming 20 ming bor. Bu tarafda ham hozir ko'rsatamiz. Mana ko'chatlar qaranglar, vaqti go'zal holatda mana. Bu taraflardan ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu tarafda ham 15 ming bor. Bu tarafdagina xudo xolasa o'zimiz ekamiz mana. Bular sakirovka bo'lmagani. Xudo xolasa bu o'taqdan chiqib, keyin bu nagi tipisaga olinadi. Mana. Shuncha turibdi. Bular ozgina kichikroq stakanchaga ekilgan, mana tuvagini razmeridan ham siz bo'ladi. Mana kichikroq tuvagida. Xudo xolasa quyoshga teskari qolmay qo'ying, ha? Xudo xolasa kelaverasizlar. Kelishtirgan narxda qilib beramiz. Kattalarini 5 ming so'mdan, maydalarini 3,5 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rsatilgan raqamga Telegram telefon orqali aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.